Buningda 15 yil burun Kambodjadan Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlardan Mehmet Tursun Ömerning Turkiyadagi tutquni Ayshamgul xonim o'tgan hafta radiomizga yo'llagan inkosida ayni chog'da ko'rgan bilganlarga asosan shu qaytarilgan 20 Uyg'urning ayni chog'da og'ir qiyinchiliklarga uchraganligini bayon qildi. Şembe günü epigen tutlarken digen şembe günü epigen berip şeyden tanışıp kaldık şu ya. Tanışıp kalıp şu kursam o jaryanı da maşında qiyinida. 2 gündüz bizden kiyimlerimizden hemen silip etip 13 günce can sokakta. 13-18 yılmış ki masadaydı. Kiyimlerimizi silip etip bizden iç kiyim bilenler maşen köşeyi bilenler taşlap koydu. Aşağı muzluk aşağı minut aşında sokak koydu. 48 saat aşağı koydu. Anımızın toğulgan pişemek. Toğlap qağılı aşağı azlı qağıgan toq. 48 saatin için endim şu öydü. Nem qıldı biz yanında. Ayşemgül xanımның deyişçe, Kambodjadan qaytarılganlar eng avval Ürümchiga elib kelinib, 8 kun so'roq qilingan. Undan keyin Aqsu va Qashqarlarga yo'tkab opirilib, so'roq davom qilgan. Ürümchida kamujnilik kazvan turmushda turlarkan qo'ydim. Ha. Turmaga 8 kun bir hafta solida. Shu Qiyinqistoq ag'ayiri qo'lini, putini to'kib yetib Qiyinqistoq ag'ayi Ürümchimikan? Ürümchida 8 kun aşağıda qiyin dedi deyli. 48 saat uyudim qilibchi. Ondan keyin 6 oy jarayonda dedi. 4 oy so'roq qilmasmi bo'lini? Saq 4 oy so'roq qildi dedi. 4 oy so'roq jarayonda shunda tutqolni shunda to'k ichib, shunda rezil deydi. Odam itibdagisiz shunda qiyin bilan mana onamizning qo'stin to'lg'anib pishayman qildiribdi. Mana qiyin qistoqni qildi deb boshladigan. Ayşemgül xonim ayni chog'da Shahida Qurbon bilan yuzrana ko'rishgan va uning 4 oylik homilasining Qiyinqistoq jarayonida qo'saqdan tushib ketganligini Shahidaning o'z og'zidan anglagan. Mana har bir qiynagan vaqtda butun barmoqlarimizni aşağı Stokdalıqqa qısqıçlar var, qayıqdan direktə şuraydigan aşındaq narsa hər bir barmaqlarımızın kutumuzdan barmaq başda tok çitib, asar bir sual soraydı, bunu biz oynayıb tok çitib, quluşumuzda ketimiz, aşındaq halətdə bir həftə aşındaq başlarda. Krezul qıstaqlıqını da biz həqiqət anımızdan qoşulduğan qatıq şeymə qıtqetdi. Şu arada mənim qoşqamdakı balam, 4 aylıq olan balam barda qoşqamda. Şu 6 ay turmudi yetiştirən yetişir yanında. Balam aslında urup başdan qo'shar yanda balam chiqib ketdi qo'shqamdan. Shu an balet qurimish kesilgan bu kutbazda davolanib men doktorxonada deb boshladi. Uning endi deyishicha, Shahida Qurbonning balet qusdi masli ko'rilib, kesilgan bo'lib qolgan. Ayşemgül xonim 2014-yil chet elga chiqishning oldidami Shahidani doktorxonada yetiq holatida yo'qlagan. Nelar og'risam balet qurdim chatoq chiqibdi deb. İşte doktorxonaga yo'qlab kirib, ko'rishib ketganman. Biz bu uchurning to'g'ri xatoligini oydinlashtirish uchun Shahida Qurbon nopusliq bo'lgan Qashqar Nazarbog'iysiga telefon qildik. Mazkur oilaga mas'ul kanat soqchisi Ayşemgül xonim ta'minlagan yuqori uchurlarning to'g'ri ekanligini dalilladi. Yaxshi, qanday ahvolingiz? Yaxshi, tavallikingizdagi Shahida Qurbonning bu qo'sqidagi bola chiqib ketgan gap bor-ku, bu to'g'rimi? To'g'ri. Bu Kambodjadan kelgan chaqda qancha oylik homila etasizlar? 2 oylik homila etasizlar. Qayerda chiqib ketdi? Chiqib ketgan Urumchidimi yoki Qashqardimi yoki Aqsudimi? Yo'q, Urumchidagi Qashqar Aqsud chiqdi. Aqsudimi? Aqsudda. Nima sabab bo'pti? Qandaq bir u yerda Qiyinqistoq bo'lgandan gapi bor-ku? Aqsudda Qiyinqistoq bo'lgan gapi yo'q, Urumchida azabda ketdi, shu yerda Qiyinqistoq bo'lgan. 7-8 kun shu nimada Urumchida Qiyinqistoq bo'ptimi? Ha. Shu jarayonda chiqib ketgan gapmikan? Ha, shu jarayonda Aqsudga chiqib ketdi. Shahida Qurbon 2009-yil 12-oyning 19-kuni Kambodjadan Xitoyga qaytarilgan 20 Uyg'urdan birisi bo'lib, mazkur 20 Uyg'ur 2009-yil Urumchida yuz bergan 5-yil qirg'inchilikdan keyin chiqqanda Xitoy o'lkalari orqali dastlabda Vyetnamga qochib chiqqan. Shu chaqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi maxsus odam avatib, ularni mo'kinib yotgan Vyetnamdagi bir o'rmonlikdan elib chiqqan va BDTning Kambodjadagi ishxonasiga topshirib bergan. BDT bu 20 Uyg'urga vaqtlik panohlanish ruxsati bergan va bularni qabul qilgan 3-bir davlatni izlayotgan chog'ida Xitoy taraf harakat ko'tarib, ya'ni Kambodjaga zo'r miqdorda iqtisodiy manfaat yetkazib, bu 20 Uyg'urni qaytarib ketgan. Ayni chog'da Amerika, Turkiya, Yaponiya va Yevropa ittifoqi 20 Uyg'urning Xitoyga qaytarilish voqeasi haqida bayonot e'lon qilib, Xitoy va Kambodjani ayblagan. Xalqarodagi 68 kishilik huquq tashkilotimi birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning 20 Uyg'ur haqidagi sud tartibining oshkora, hukmining adil bo'lishini talab qilgan.
Shundaq turibli Xitoy taraf 2010 yili 12 ayning 24 kuni maxfiy sud ichib, Mutallib Mahmud qatorliq 4 kishiga muddatsizdan, Mehmet Tursun Ömer qatorliq 4 kishiga 20 yillikdan, Musa Muhammad qatorliq 4 kishiga 17 yillikdan, Abduqodir Abdug'ani qatorliq 4 kishiga 16 yillikdan qamoq jazosi bergan. Sotdan keyin Xitoy Chexiya ministrligi ularning orasidagi shahida qurbonni 2 bolasi bilan qo'yib berganligi va turmushini yaxshi o'rinlashtirganligini e'lon qilib, so'roq jarayonidagi vahshiylik va sotdagi adolatsizlikni xalqaro jamoatdan yo'shirishga uringan.